IELTS topshirmoqchimisiz? Shoshmang, balki sizga IELTS umuman kerak emasdir va siz buni bilmasdan $250 sarflab yuborishingiz mumkin. Bugun men tekshirazam, sizga qaysi sertifikat qaysi maqsad uchun kerak va balki sizga umuman sertifikat kerak emasdir. Mana shularni gaplashamiz. Va bu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin siz akademik yo'lingizni aniq bilib olasiz. Birinchi bo'lib IELTS ga to'xtalishni xohlamagan bo'lardim, negaki biz IELTS haqida gaplashganimizda siz butun karsiyani ko'rishingiz kerak bo'ladi. Shu sababdan boshqa sertifikatlar, hattoki 5 barobar arzonroq lekin IELTS ni o'rnini bosadiganlari ham bor. Keling o'shalardan boshlaymiz, keyin esa albatta IELTS gacha yetib kelamiz. Bilaman, IELTS endi bu ingliz tili degani Messi-da, hamma IELTS haqida gapiradi, IELTS haqida eshitgingizga yotdi deydi. Boshqalar ham bor. Qora ko'zda qarab turibdi, biz haqimizda kim gapirar ekan deb. Eng arzon, lekin hamma bilmaydigan milliy sertifikat. Bu nima? O'zbekistonda eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan va ko'pchilik bilmaydigan, bilsa ham, lekin endi u boshqalardan kuchsizroq bo'lsa kerak deb o'ylaydigan bitta sertifikat bor. Lekin aslida unday emas. O'zbekiston milliy sertifikati. Bu davlat tomonidan beriladigan sertifikat bo'lib, ko'pchilik buni SAFER nomi ostida biladi va bu rostdan ham rasmiy nomi va ushbu sertifikat A1 eng quyi darajadan C2, ya'ni eng yuqori darajagacha sizni baholaydi va ro'yxatdan o'tish MyGov.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Agar siz O'zbekistonda universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, 2025-2026 o'quv yilidan boshlab 29 ta bakalavr yo'nalishi ingliz tili so'raladi. Va siz ushbu yo'nalish uchun sertifikat taqdim qilishingiz mumkin. U xalqaro bo'lishi mumkin va o'zimizni jonajon milliy SAFER ham bo'lishi mumkin. Magistraturaga kirmoqchi bo'lsangiz ham xuddi shu. Filologiya yo'nalishlarida C1 so'ralsa, boshqa yo'nalishlarda B2 so'raladi. Va SAFER ushbu talablarni to'liq qoplaydi va o'tadi, ishlaydi u. Va shu o'zimizning milliy sertifikat narxi atiga 556 ming so'm, IELTS dan naq 5 barobar arzon, 556. O'zi 5600 qilishmoqchi edi, lekin hisob-kitobga to'g'ri kelmadi. Shaxsan meni fikrim biz ko'proq SAFER topshirishimiz kerak, chunki pulimiz o'zimiz yonimizga qoladi-da, u cho'ntakdan bu cho'ntakga, IELTS bo'lsa ketadi u chet elga. Nima kerak, to'g'rimi? Pul oqib ketadi. Dollar yo'qotamiz. Lekin bir narsani baribir aytish kerak. SAFER O'zbekiston hududida ishlaydi. Agar siz chet elga o'qish yoki immigratsiya uchun ketadigan bo'lsangiz, SAFER endi o'tmaydi. Mayli endi. O'tib qolar bir kun. Mana O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi-yu. Bu SAFER ham chet elga chiqar. Xulosa shuki, agarda siz O'zbekiston hududida bakalavr, magistratura va hattoki o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, SAFER sertifikati buni qoplaydi. Arzon va qulay. Endi esa IELTS ga o'xshashib ketadigan, lekin asosan Amerikada ishlaydigan, shuni bir o'gay ukasi bor IELTS ni. Mana shu haqida gaplashamiz. Bu xuddi butun dunyoda futbol bo'lsa, AQShda Amerika futboli deydi-yu, shunga o'xshagan narsa. TOEFL TOEFL deyshadi, lekin TOEFL ni O'zbekistonga olib kirgan odamlar bilan gaplashganimda meni o'zimga shipshitib aytishganki, TOEFL deyiladi. O'zi shu TOEFL emas, TOEFL deb aytishgandi. Test of English as a Foreign Language. Uni ETS, ya'ni Education Testing Service degan amerikalik tashkilot o'tkazadi. IELTS dan asosiy farqi, u Amerika tashkiloti tomonidan qilingan va asosan Amerika va Kanada universitetlari uchun xizmat qiladi. Va tabiiyki so'rashingiz mumkin, "Xo'p, mayli o'sha yerda o'ziga ham IELTS o'tiradimi?" deb. Amerika universitetlari TOEFL ni afzal ko'radi ko'proq, IELTS ni ham qabul qilsa-da, Kanadada esa ikkalasi ham o'taveradi. Narxiga kelsak, TOEFL $190 dan $250 gacha bo'lishi mumkin. IELTS narxiga o'xshash va tabiiyki savol tug'iladi. Xo'p, hamma narsalar o'xshash bo'lsa, IELTS topshira qo'ya qolaylik deb. Yaxshi savol, mantiqiy savol. Hali IELTS haqida gaplashaylik, keyin biz TOEFL va IELTS ni farqiga albatta to'xtalamiz. U yerda juda ham bir qiziq narsa bor. Ko'pchilik 99% odamlar bilmaydi, lekin bilib qo'yish kerak, ayniqsa inglizni boshlayotgan bo'lsangiz. Do'stlar, biz YouTube'da haftada bir marotaba kontent chiqarsak, Telegramda biz har kuni foydali ma'lumotlar, foydali kontent chiqaramiz. Hammamiz juda ham yaxshi bilamizki, ingliz tili bu faqatgina mashq qilish emas. Yo'q, bu inglizlarning psixologiyasini tushunish, ularning madaniyatini bilish, til o'rganishdagi o'ziga xosliklar, biz e'tiborga olmaydigan narsalar bor. Shularning hammasini Englified rasmiy Telegram kanali berib boradi. Undan tashqari har hafta Telegram kanalimizda tekin ingliz tili darslari bo'lib o'tadi va shaxsan o'zim tomonimdan mini podkastlar ham joylab turamiz u yerga, eksklyuziv. Shunday ekan, siz bugun qabul qilgan eng birinchi to'g'ri qaror ushbu videoni ko'rish bo'lsa, ikkinchi to'g'ri qaror esa bizning Telegram kanaliga obuna bo'lish bo'ladi. Ushbu video tavsifida havola bor, albatta o'tib oling. Umr bo'yi amal qiladigan sertifikat bor, lekin biz o'zbekistonliklarga kerakmi? Cambridge sertifikatlari, qarang. FCE, CAE, CPE. Qanaqadir qasoskorlar jamoasiga o'xshab eshitilyapti. Shunaqa.
Bu sertifikatlar haqida ko'pchilik eshitmagan, lekin ular bir umrga amal qiladi. TOEFL yoki IELTSga o'xshab faqatgina 2 yil emas. O'zbekistonda Cambridge sertifikatlarini faqatgina bitta markaz beradi, Innovative Center, va eng qiziq joyi, eng yuqori darajadagi Cambridge sertifikatini beradigan CPE butun Osiyo bo'ylab faqatgina mana shu Innovative Centerda topshiriladi. Reklama bo'lib qoldi-yu, bu bizga hech kim pul Innovative Center topinglar, nomerini aloqaga chiqinglar, biz tekinga o'tgan maqtayotimiz. Agar siz Britaniya yoki Yevropa universitetlariga topshirmoqchi bo'lsangiz, Cambridge sertifikatlar yaxshi, kuchli variant. Hattoki ba'zi Britaniya universitetlari Cambridge sertifikatini menga olib kelgan, IELTSing kerak emas bizga ham deydi. Yana bir qiziq ma'lumot, Cambridge sertifikatlari orasida aynan mana shu CAE va CPE ayniqsa ingliz tili o'qituvchilari uchun kuchli va ko'p, dunyo bo'ylab ko'p joyda qabul qilinadigan sertifikat hisoblanadi. Ya'ni siz nafaqat ingliz tilini biladi, balki u ingliz tili o'qituvchisini belgilab beradigan sertifikat hisoblanadi. Cambridge sertifikatining narxi IELTS bilan bir xil bo'ladi. Yagona farqi Cambridge sertifikati sizga butun umrga amal qiladi. Misol uchun IELTSda bu faqatgina 2 yil. Lekin bir narsani tushunishimiz kerak-da, FCE, CAE, CPE bu har xil sertifikat, har xil imtihonlar emas, u bitta imtihon. Shunchaki agar siz o'rtadan yuqoriroq daraja olsangiz, sizga FCE beriladi. Agar yuqori olsangiz CAE, agar haqiqiy inglizlagan bu bola bo'lsa, sizga CPE degan sertifikat beriladi qo'lingizga. Bu o'zi ballarning nomi bu. Va yana bitta bilishingiz kerak bo'lgan narsa, nimaga men aynan Cambridge sertifikatlarini ko'proq o'qituvchilikka ko'proq xizmat qiladi va qaysidir chet eldagi maktablar ha bundan yaxshi o'qituvchi chiqadi deb IELTS dan ko'ra ko'proq qabul qiladi. Sababi IELTS sizni hozir ingliz tilini qanaqa bilasiz, shuni tekshiradi va u yerda psixologik omillar ko'p. Sizga savol beradi, javob berishingiz kerak. Dovdirab qoldingizmi, hayajonlandingizmi? Bo'ldi, balingiz past. Yoki deylik sizga inshodan mavzu beradi, uni yoza oldingiz, fikringiz keldi, qanday argumentlar berib qildingizmi yoki dovdirab qoldingizmi, fikr kelmay qoldimi, demak balingiz past. Ya'ni u hozirgi sport formangizni aniqlab beradi. Bu xuddi kamondan otishga o'xshaydi. Qaysidir kunlar misol qiyinroq ketib qolishi mumkin. Har doim har xil kayfiyat. Lekin Cambridge sertifikatlari sizni umuman umrbod ingliz tilini bilish darajangiz, ya'ni bu bola o'zi umuman ingliz tilida qanaqa, shuni haqiqatdan tekshirishga harakat qiladi. Qaysi yo'llar orqali? Imtihon ko'proq grammatikaga ko'proq urg'u beradi. Ya'ni sizga qaysidir gapni perifraz qilib ber deyishi mumkin. Yoki deylik matn berilganda ko'proq grammatikaga sensitiv, ya'ni sezuvchan bo'ladi. Ya'ni grammatikada xato qilmasligingiz kerak, xolos. Siz geniy bo'lishingiz kerak emas. Va eng qizig'i, speaking umuman boshqacha o'tiladi. IELTS to'g'risida odam o'tirib speaking olishi mumkin. Cambridge esa kerak bo'lsa 2 odam o'tiradi. Ular siz bilan gaplashadi. Qanaqadir "Mana buni qilib ko'r, endi bu mashq qilgin" deydi. "Men menga nima deysan?" Siz qo'shirishingiz mumkin, qo'shilmasligingiz mumkin. Bu xuddi o'tirib bir choyxonada o'tirib muhokama qilgandek bo'ladi. U yerda hayajon, "Men buni bilamanmi, yo'qmi" emas. Shunchaki sizlar ular bilan o'tirib podkast qilasizlar. Va keyin u odamlar, "Ha, bu ingliz tili ancha yaxshi, bemalol gapimizdan cho'ng'otdi, bemalol gapira olyapti" deb shunga qarab baho beradi. Ya'ni qanaqadir hayajon, psixologik omillar kamroq. Shunaqa ekan, agar chet elga topshirayotgan bo'lsanglar ham bitta qarab ko'ringlar, balki Cambridge sertifikatini qabul qilar. IELTS dan shu balki osonroqdir, chunki u yerda sizni hayajonlanishingiz, kechqurun qanaqa uxlaganlaringiz degan faktorlar kamroq rol o'ynab, siz o'z ingliz tilini bilarmidingiz yo'qmi? Shunisini chiqarib beradi. Shunisi tinchroq emasmi? Ana, yetib keldik IELTSgacha. Siz IELTS juda ham yaxshi bilasiz. Hozir teacher nima hech qanaqa yangi gap aytmaydi deb kutyapsizda. Yo'q, yangi gaplar bor. Rostdan ham hozir O'zbekistonda IELTS mania bo'lyapti. Misol uchun 24-yilda 53 mingdan ortiq odam 505 va undan yuqori ball olgan. Bu 2020-yilga nisbatan 5 barobar ko'proq degani. IELTS shuncha gapiramiz, lekin o'zi IELTS qatlida o'tadi. Shuni bitta tushunib olaylik. IELTS sertifikati Britan olami yoki ingliz dunyosida o'tadi. Ya'ni qachonlardir Britaniya imperiyasida bo'lgan davlatlar orasida. Buyuk Britaniya va o'sha Kanada ham, Yangi Zelandiya, Avstraliya shu kabi mamlakatlarda o'tadi. Va chet el universitetlariga kirish uchun odatda 6.5, 7, ba'zi joylarda lekin 8 ham so'rashi mumkin. Xavotir olmang, sizdan 8 hali so'ramaydi, chunki u magistratura, Avstraliya nimadir, raketa qurish o'sha yo'nalishida bo'lishi mumkin. Agarda siz men bu sertifikatlar farqini ko'rib o'tirmayman, pachaklashib o'tirmayman, shu baribir haqida topshiraman, bitta sertifikat olib qo'ying desangiz, IELTS o'zi eng to'g'ri tanlov. Lekin agar siz 2,5 million so'm to'lashga tayyor bo'lsangiz va sertifikatingiz 2 yildan keyin muddati o'tishiga tayyor bo'lsangiz va IELTS barcha sertifikatlar orasida eng ko'p hayajon faktori, o'sha kuni sizni holatingiz qandayligi, fikr doirangiz kengligi, tanqidiy fikrlashlarni ham inobatga oladigan eng mana shunaqa bir injiq
testligini ham mayli desangiz, unda IELTS topshirsangiz bo'ladi. Ha, shunday, IELTS eng injiq testlardan biri hisoblanadi, negaki u sizni faqatgina ingliz tili emas, undan ham ko'proq narsalarni tekshirishga allaqachon o'tib ketgan. Va xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shu narsani bilib olishimiz kerakki, ko'pchilik, deyarli barcha ingliz tili sertifikatlari testlari sizning ingliz tili darajangizni tekshiradi. Ya'ni qanchalar so'zni biladimi, yo'qmi, ishlata olyaptimi? Bunday kitobni deylik matn berilganda o'qiganda uni tushunib, savollarga javob bera olyaptimi o'zi yoki umuman fikrini yetkazib bera oladimi? Misol uchun, o'sha Cambridge sertifikatida ham siz insho yozmaysiz-da, siz qanaqadir email yozishingiz mumkin, kimgadir hisobot yozasiz. Ya'ni bu hayotda kerak bo'ladigan narsalar ko'proq so'raladi. IELTS da esa shu narsani tushunishingiz kerakki, IELTS da speaking bo'lganda ham, writing bo'lganda ham sizdan nafaqat ingliz tili, balki siz qanchalik fikringizni detallarda tushuntirib bera olyapsiz. Siz qanchalik fikr bor sizda, g'oya bor, ularni siz sintez qilib, jurnalistlar kabi, aktyorlar yoki ssenaristlar yoki deylik shoirlar kabi chiqarib bera olyapsiz. Shularga ham e'tibor beradi. Va shu narsani biz aniq bilib olishimiz kerak. IELTS o'rganayotganingizda, har bir IELTS o'rganayotgan odam nafaqat IELTS o'rganadi, u umuman tilni qaytadan o'rganishni boshlaydi. Ya'ni siz ingliz tilida insho yozishni o'rganayotganingizda, siz umuman insho yozishni o'rganayotgan bo'lasiz. Shu narsani tushunib olishimiz kerak. Bu ikkita ish degani. Albatta buni hayotda katta foydasi bor. Agar siz bu qonun foyda hayotimga kerak bo'ladi desangiz, albatta topshirish kerak. Bu tanqid emas, bu shunchaki farqlarni bilib olishingiz kerakligi uchun aytib o'tdim. IELTS haqiqatan qiziq, u sizga nafaqat ingliz tili, balki umuman nutqda, fikrlarni izohlashda va soft skilllarni oshirishda, hayajonlanmaslikda, psixologik kuchli bo'lishda yordam beradigan narsa. Tan olish kerak, ha, shunday. Shunga zamonlarga keldikki, oldin so'ralardi, "Kuyov bola armiyaga borganmi?" deylardi. Hozir bo'lsa, kuyov bolani IELTS bormi deyiladi. Hattoki shunaqa hazillar bo'ldi, qaynanalar o'zi kelin qidirayotganda, kelinima IELTS bo'lsin, listeningi 8 bo'lsin, lekin speakingi 6 bo'lsin degan mashinaqa narsalar ham chiqib ketdi-da. Endi esa biz bugun gaplashmagan qora tulpor qolib ketdi, bu SAT. Bilishingiz kerakki, SAT bu ingliz tilingizni darajasini biladigan, tekshirib beradigan sertifikat emas. U inglizni shundoq ham bilishingiz kerak deb turib boshqa narsalarni tekshiradi. Bir narsani tushunishimiz kerakki, SAT bu Scholastic Assessment Test. Scholastic, fantastic, bombastic. Va u College Board tomonidan o'tkaziladi va u AQShdagi maktab bitiruvchilari universitet, kollejga tayinlanayotganda topshiriladigan test. Endi jaydarcha tushuntiradigan bo'lsam, SAT nima? Bu o'zimizning DTM. Davlat tomonidan o'tkazilgan davlat test markazi bor, o'sha narsa. Ya'ni maktab bitiruvchilari DTM topshiradi, universitetlarga borib. Mana, lekin farqichi universitetga borib topshiriladi. Bu yoqda xudoni Rossiyalarga o'xshab YG bor, Rossiyada ham o'sha narsa-da. Maktab bitirdimi, hamma bitta DTM umumiy topshiradi, bu balni oladi, qolagan universitetga keyin boraveradi. Endi SAT o'zi aslida bu ona tili va matematika testi bo'ldi. Ya'ni ona tili va matematika. To'g'ri, u yoqda ingliz tilidan testlar bor, lekin u yoqda sen ingliz tilini to'g'ri yaxshi o'rganganmisan degan test emas. Sen o'zi inglizsan, ona tilingni yaxshi bilasanmi degan test. O'shaning uchun ham u yerdagi reading testlari yoki insholar ham mashq qilingan. Masalan, reading o'qiysiz, sizga aytadi, mana bu 15-qatordagi mana so'z bor-ku deydi. O'sha so'z qaysi ma'noda kelyapsan, o'zi o'qib tushunayapsan, o'zi kallang ishlaydimi bunga deb degan savolni so'raydi. O'ta ingliz tili bilishingiz emas. Siz u yerda ingliz bo'lib turib ona tilingizni bilishingiz tekshiriladi. Va ichida albatta matematikasi ham bor. Chunki u o'ylaydiki, ha sen o'zi amerikaliksan, shundoq ham matematikani bilasanmi deydi. Bu yerda biz o'zbeklar birinchi ingliz tilini ham o'rganamiz. Keyin amerikanец bo'lib turib, ularni ona tili va matematika testini topshiramiz-da. Shunaqa hayot oson emas. Endi SAT shunchalik endi mashhur va endi Amerika tomonidan qilinganligi uchun ham boshqa mamlakatlarda ham qabul qilinadi. Kanada bemalol va bemalol qabul qiladi. O'zi Kanadani o'zi 52-shtat deyshadi. Kanada Amerikaga shundoq qarab turadi. Aka, nimalar bo'lyapti? Biz ham qo'shilib olaylik deydi o'zi Kanada har doim. Lekin undan tashqari Yangi Zelandiya, Avstraliya, Yevropa, Buyuk Britaniya taraflarida ham qabul qiladigan universitetlar bor. Masalan, Buyuk Britaniya ancha kengroq qabul qiladi, ko'proq universitetlar SAT ni qabul qilaveradi. O'zbekistonda holat qanday? SAT ni topshirish $55 turadi. Bu anchagina arzon degani, lekin O'zbekistondagi universitetlar, ishxonalar buni qabul qilmaydi. Uni faqatgina mana shu asosan AQSh, Kanada va balki ba'zi bir Yevropa mamlakatlariga topshirayotgan, universitetlarga topshirayotgan talabalar
SAT ni topshirishadi. Shu gapni 3 marta topshiradi deyordimi? Mana shu gapimni IELTS speaking ancha past bilasizlarmi? 7 gami gapirdim hozir. Rostdan ham kommentlarda yozinglar, mana shu o'zbek tilida mana shu hozir gapirayotganim, tushuntirayotganim, mana shu deb 5 marta aytganlarimni ham inobatga olib, mana o'zbek IELTS speakingim nechi? Ushbu videoni maqsadi nafaqat bu sertifikatlar testdan o'zaro farqini tushuntirish, yo'q. Eng ko'p qilinadigan xatoni yo'lga qo'ymaslik. Ya'ni ingliz tilini boshlayotganingizda, balki o'rtasidadirsiz-da, sizga umuman kerak bo'lmagan sertifikat uchun harakat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Va undan ham eng qizig'i va qo'rqinchlisi, sizga sertifikat umuman kerak bo'lmasligi ham mumkin. Balki siz ingliz tilini ishxonada, misol uchun chet ellik hamkorlar bilan gaplashishga, emaillashishga, Zoom orqali ishlashga yoki qanday biznesingiz bo'lishi mumkin chet el bilan yoki sayohat uchun kerakdir, yoki siz ingliz tilini o'rganaydi, farzandlarim ham katta bo'lyapti, ular ham ingliz tilini o'rganyapti, ular bilan uyda ingliz tilida gaplashaman deb o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga bu holatlarda sertifikat kerak emas. Endi esa xulosa qiladigan bo'lsak, Cambridge sertifikati sizni toza ingliz tili darajangizni aniqlab beradi va Yevropa, Buyuk Britaniyada sertifikati o'tadi. Safar milliy sertifikati O'zbekistonda o'tadi, universitetlarga, ishxonalarga va hattoki safari bor o'qituvchi yoki ba'zi davlat xodimlariga 50% ustama ham berilyapti. Arzon va qulay. Bunisi ham yoddan chiqmasin. IELTS xorijga o'qish yoki immigratsiya uchun va dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'tadi. Muddati 2 yil, narxi ham yaxshigina. SAT amerikaliklarning o'zi uchun chiqarilgan ona tili va matematika testi. Uni endi siz o'zingiz ham topshirishingiz mumkin. Amerikalik bo'lasizda. TOEFL xuddi shu SAT ga o'xshaydi, lekin o'zi chet elliklar uchun chiqarilgan. Endi o'ta matematika yo'q, lekin ya'ni Amerikani o'zi bu IELTS ga bo'lgan javobida atvetkasi, disk qilgan mana. Britaniyada IELTS bor, bizda TOEFL bor degan. Ya'ni u haqiqatan chet elliklar uchun chiqarilgan, toza ingliz tilining darajasini bilib beradigan sertifikat. Bu SAT emas. Videoni shu joygacha ko'rganlar uchun bizdan bonus sovg'a bor. Negaki siz shu joygacha ko'rdingizmi? Demak, siz ingliz tiliga qiziqasiz. Maqsadlaringiz aniq va jiddiy va biz buni hurmat qilamiz. Shunday ekan, siz ushbu videoni ostiga o'tib tavsifida maxsus Inglify'ning havolasini topsangiz, u yerda siz uchun maxsus sovg'amiz, taklifimiz bor. Ya'ni 3 oylik kursimizga 1 oy qo'shimcha bonus, 6 oylik kursimizga 2 oy qo'shimcha bonus. Endi albatta, o'zi Inglify darslar qanaqa o'tiladi, menga mos tushadimi degan ko'plab savollaringiz bo'lishi mumkin. O'sha havolaga o'tsangiz, bizning mutaxassislar sizga hammasini tushuntirib berishadi. O'zi gapni ochig'icha, to'g'risi, shu yillardan 15 yildan beri ingliz tili sohasida bo'lsam-chi, meni eng qiynaydigan narsa o'zbeklar ingliz tilini qanaqa o'rganishida. Biz uchun bu mashaqqat, uqubat, yodla, grammatika, yig'i-sig'i, baqir-chaqir o'zini osib olgan kimdir. Ingliz tili unaqa emas. Ingliz tili maza qilib, zavq bilan o'rganilishi kerak-da. Mana podkast ko'rishingiz kerak. Maza qilib ketidan 3 ta mashq qilishingiz kerak. Darslar hamcha serialdek bo'lishi kerak-da. Maza qilib tomosha qilib ketidan 3-4 ta mashq qilishingiz kerak bo'ldi. Ya'ni mashqi ham bor, lekin u qiziqarli bo'lishi kerak. U mashqni nimaga qilayotganingizni tushunishingiz kerak. Va Inglify darslar ham xuddi shunaqa qilingan. Ya'ni butun platforma mana shu falsafani ustiga qurilgan. Ya'ni odamlar kelinglar endi ingliz tilini biz maza qilib o'rganaylik va oxirgacha bora qolaylik endi deb qilingan. Eslatib o'taman, ushbu bonuslar faqatgina shu videoning ostidagi havola orqali ishlaydi. U havolani topish uchun bo'lsa, ingliz tilida agar interfeys bo'lsa more, rus tilida bo'lsa еще tugmasini yoki o'zbek tilida ko'proq bo'lsa kerak. Xullas, bundoq pardani yoyib yuborishingiz kerak-da, shu pastda yotadi, shundan bosib yoyib yuborasiz. Ba'zida agar telefondan kirayotgan bo'lsangiz 2 marta bosish kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bor o'sha yerda topsangiz bo'ladi. Faqatgina ko'proq tugmasini bossangiz bo'ldi. Bundoq ochiladi keyin. Va kurslarimiz haqida yana bilishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Biz odamlar turli maqsadiga qarab tariflar ham qilganmiz. Kimgadir grammatika, sertifikat kerak emas. So'zlashuv bo'lsa, chet elga borganda maza qilib yayrab yurish kerakmi? O'shliq tarifimiz ham bor. IELTS ga qarab ketyapsizmi? Unga ham moslangan tariflarimiz bor. Hamma o'zi uchun, o'zining maqsadi uchun to'g'ri yo'l, to'g'ri tarifni topa oladi. Umid qilamanki, video sizlarga foydali bo'ldi. Izohlarda yana qaysi mavzular sizlarni qiziqtirmoqda, albatta yozib qoldiring. Hammasini shaxsan o'zim o'tirib o'qib chiqaman. Kechqurun 3 ta o'qib, sizlarning komplimentlarni o'qib xursand bo'lib. Ano, gif bor, men bor, kechasi kulib yotadi, telefon ko'rib, shunaqa qilib o'qib o'tiramanmi? Like, obuna va izohlar esdan chiqmasin. Albatta Inglify School YouTube kanaliga obuna bo'ling. Oldinda yanada qiziqarliroq videolar kutmoqda.